Taqdirning sinovlari ortidan kelgan ishqiy sheriklar qaysi biri qanday vazifa bilan keladi? Bir energiyasi, ya'ni 1, 10, 19 hamda 28 sanalarda tug'ilgan ishqiy, ya'ni sevgi yo'lidagi sheriklaringiz. Agarda ularni sizga taqdir yo'llagan bo'lsa, ular sokin manipulyator, qutqaruvchi bo'lib kelishadi. O'z maslahatlari, yordam va dastaklarini taklif qilib kirib kelishadi. So'ng sezilmas holda sizni o'ziga muhtoj qilib boradi. U baqirmaydi, kuchli bosimga olmaydi, ammo qat'iy o'zinikini ta'kidlashni boshlaydi. Uqtirishni boshlaydi. Nimani? Siz uning yordamisiz. Uning o'zisiz hech bir ishni eplolmasligingiz, qilolmasligingizni. Uning missiyasi sizni g'amxo'rlikni nazorat qilishdan ajratib olishni o'rgatish bo'ladi. Ya'ni g'amxo'rlik bilan xavotirni farqiga borish, uni qayerdaligini bilish va nazoratingiz ostidan, misol uchun, uni qayerda yurganini o'rganishni farqi bor. Shu kabi va boshqa masalalarda sizda aynan shu masalalarni puxta o'rgatib boradi. Ikki energiyasiga oidlar, ya'ni 2, 11, 20 hamda 29 sanada tug'ilganlar nima uchun hayotingizga kirib kelishadi? Agarda taqdir ularni sizga aynan sinovingiz uchun ro'baro qilgan bo'lsa, demak ular qasd oluvchi farishta, yuzaki, juda yuvosh ko'rinish berib kelishadi. Ammo har biri alamini ichida saqlaydi. U kulib yuradi toki qasd olish davri kelgunicha. Qo'l yugurtirib urmaydi. Aynan g'ururingiz bo'ylab urishni boshlaydi. Uning missiyasi sizga har bir so'zining ta'sir kuchi, asoratlari bo'lishini ko'rsatadi. U bilan siz har bir so'zingiz va qilmishingizga javobgar bo'lishni o'rganasiz. Agarda uch energiyasiga oid insonlarni sizga taqdiringiz sinov uchun yo'llagan bo'lsa, ya'ni 3, 12, 21 hamda 30 sanalarda tug'ilgan insonlar, ular illyuziyalarni barbod qiluvchidir. Oldiniga u sizdan g'ururlanadi, sizni olqishlaydi. Bunday muomalani siz boshqa hech kimdan ko'rmagan bo'lasiz. So'ng o'zi hammasini barbod qila boshlaydi. Ishongan narsalaringizni barini birma-bir yo'qqa chiqaradi. Bularni ichida sevganingiz, o'zingiz, qadringiz hammasi birdek ichiga kirib ketadi. Uning missiyasi o'zingizni aldashingiz va o'z yolg'oningizda o'zingiz aldanib yurishlaringizni sindirib niqobni yechishlikdir. U sizga boshqalarning e'tirofi-yu olqishlarisiz mustaqil oyoqda tura olishingiz kerakligini o'rgatadi. Agarda taqdiringiz sizga to'r energiyali insonni aynan sinov uchun ro'baro qilgan bo'lsa, demak to'r energiyasi, eslab qoling, u yashirin tiran. U deydi: "Men senga qanday qilib yaxshi bo'lishini bilaman. Sizga stabil hayot ko'rinishini yaratib boradi, toki siz o'z hayotingiz bilan yashamayotganingizni anglab qolguningizcha." Uning missiyasi o'z chegaralaringizni himoya qilishni o'rganishdir. U sizni ozodlikdan mahrum qiladi. Ozodlikni qadriga tushunib yetishingiz uchun. Albattaki, bemalol ko'cha-kuyda yurishingizga turli cheklovlar qo'yadi. U mumkin emas, bu mumkin emas, bunga qarshiman, unga qarshiman va bu holatda sizning har qanday chegaralaringizni buzilishi yuzaga kelaveradi va nihoyat siz erkinlikning qadri qanchalik yuksak ekanligini tubdan tushunib yetasiz. Agarda sizga taqdiringiz 5 energiyali insonni ro'baro qilgan bo'lsa, aynan sinovingiz uchun, va bular 5, 23 hamda 14 sanalarda tug'ilgan insonlar, ular xaotik yemiruvchilardir. Bunday 5 energiyasiga oid inson hayotingizga otashin bo'ron kabi juda yorqin kirib keladi. Shunchaki kirmaydi, otilib kirib keladi. Unda issiq otashin energiyasi, yorqin sarguzashtlari bo'ladi. U shunchalik ko'zingizga ishonchli, unga suyansa bo'ladigandek, mas'uliyatli, majburiyatlarni his qiluvchi bo'lib ko'rinadi. U bilan har oningiz juda qiziqarli va xuddiki ertakka kirib qolgandek tuyuladi. Bu illyuziyalar dunyosining ichiga shunday sho'ng'ib kirib ketasizki, undan boshqasi ko'zingizga ko'rinmay qoladi. Men baxtliman, hayotimda o'zimga eng ishonchli, mas'uliyatli, majburiyatlarini bajaruvchi va u bilan hech qachon zerikmaydigan bir insonimni topdim deganingizda, so'ng u sizni yarim yo'lda qoldiradi albatta. Qalbingizni singan holatida. Nega? Chunki uning missiyasi sizni taqdirdagi impuls va sezgini farqlay olishni o'rgatishdadir. Haqiqiy baxt xaos ichra, otashin ishq ichra emas, ichki tartib va sokinlikdaligini o'rgatadi. Agarda sizga taqdiringiz aynan sinovingiz uchun 6 energiyali insonni yuborsa, ya'ni 6, 15 hamda 24 sanada tug'ilgan juftni sizga ro'baro qilsa, u yumshoq
qutqaruvchidir. U sizni toki sizga lozim bo'lguncha sevadi. Ammo oyoqqa mustaqil turib olishingiz bilan sevgi qarz majburiyatga aylanadi. Ya'ni uning missiyasi boshqasining energiyasi ta'sirida o'zingizni yo'qotib qo'ymasligingizni, o'zingizni uchquningizni ushlab qolishni o'rgatadi. Haqiqiy sevgi bu kimgadir jabrdiyda va uning qurboni bo'lishlik emas. Haqiqiy ishq va mehr bu avvalo o'zining qiymatini bilishda ekanligini o'rgatadi. Agarda hayotingizda 7 energiyali inson, ya'ni 7, 16 yoki 25 sanalarda tug'ilgan vakillar ro'baro bo'lsa, ya'ni taqdiringiz ularni sizga aynan sinov uchun ro'baro qilgan bo'lsa, u sovuq kuzatuvchidir. U doim yoningizda bo'ladi, ammo go'yo o'zga olamdan sizga qarab hamma narsani ko'radi va siz buni tan olishdan qo'rqasiz. Uning missiyasi siz qo'rquvdan qochib, yuragingiz tomon sizni topib ortga qaytarish, ya'ni qo'rquvsizlikka kelib, o'zingizdagi ishonchni oshira olishingizdan iboratdir. Agarda sizga taqdir sinov uchun 8 energiyalik, ya'ni 8, 17 hamda 26 sanalarda tug'ilgan vakilni yuboradigan bo'lsa, u boshqaruv va martabani sinovchisidir. Uning hayotingizga kirishining sababi u sizni boshqalarni sindirmasdan o'z kuchingizni ushlab turishingizni, qanchalik boshqara olishingizni mashqini qildiradi. Hayotingizga sherik kabi kirib keladi, ammo so'ng hayotingizni kurash maydoniga aylantiradi. Uning missiyasi sizni har qanday boshqaruvda munosib boshqaruvchi bo'la olishingizni o'rgatishdir va aslo bu boshqaruvlarda kuch ishlatmasligingizni o'rgatishdir. Agarda sizning taqdiringiz sizni sinovlardan o'tkazish uchun aynan 9 energiyalik, ya'ni 18, 27 hamda 9 sanalarda tug'ilgan insonni ro'baro qiladigan bo'lsa, u ruhiy vampirdir. Avval yorug'lik, yaqinlik, so'ng charchoq, so'nish va bo'shliq. Uning missiyasi sizni yo'q deya olishlikni o'rgatish va energiya zaxirangizni saqlashni o'rgatishdir. O'z kuchingiz energiyasi bilan uni to'ydirishni bas qilganingizda u hayotingizdan ketadi. Har bir ishda uning energiyasida ham salbiy, ham ijobiy tomonlari bordir va aslo hech bir inson bir-biri bilan shunchaki uchrashmaydi. Albatta buning zamirida bir maqsad yotadi. Taqdir insonlarni shunday ro'baro qiladiki, bu albatta asoratsiz bo'lmaydi. Asoratlari esa salbiy yoki ijobiy bo'lishlari sizni tanlovlaringizdan iborat. Ammo maqsad sirlari energiyalarda belgilanganiga ko'ra, agar taqdir sizga o'rgatmoqchi, ko'rsatmoqchi, kuchlantirmoqchi yoki hatto jazolamoqchi bo'layotgan bo'lsa, demak u sizni hayotingizga sinalishingizda sabab bo'lib beruvchi energiyalarni birma-bir sizga ters keladiganini va uni soyaviy tomonlari bilan sizni aynan og'riqli nuqtalaringizga tega oladiganlarini duch keltiradi. Soyaviy tomon bilamizki, iblis tomon. Ammo iblis bu aslida yomon emas. Uning o'z funksiyalari bor. U ba'zan jazolash, ba'zan chiniqtirish uchun ishga chiqadi. U uxlab yotganni uyg'otadi, ya'ni ochiq qalb, ko'zlari bilan olamni ko'ra olishlik va borliq qonuniyatini aniq o'zlashtira olishlik uchun xizmat qiladi. Har bir energiyada iblislik, ya'ni soyaviy tomon yoqilib kelganida, siz uni ayblashni emas, o'zingizdagi qaysi kamchilik buni sizga ro'baro bo'lishiga sabab bo'lganligini aniqlang va o'zingizni ustingizdan ishlang. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, aytgancha, siz isloh bo'lishlik yo'lingizda qaysi odamingiz sizga sinov, qaysi biri mukofot, qaysi biri jazo va qaysi biri shunchaki dalda bo'luvchi hamroh ekanligini aniqlab olganmisiz? Buni qanday qilishni bilmasangiz, albatta mutaxassisga murojaat qilib aniqlab oling. Ha, bu xarajat, ammo ishoning, bu xarajat sizni undanda ko'p xarajatlardan saqlab qoladi va hayotda to'g'ri pozitsiyaga turib olishingizda katta yordam beradi. Hayotda atrofdagilaringni tanigin, bilgin deganida ota-bobolarimiz shunchaki ismi sharifi-yu nima ish qilishini emas, uning sizga oidligi, ta'siri va maqsadi ko'zda tutiladi, unutmang. So'zlarim so'ngida aytmoqchimanki, azizlar, har birimiz bir-birimiz uchun sinovmiz. Taqdir bizga sinov uchun yo'llagan sheriklardan aslo ranjish kerak emas. Ularni qarg'ash, so'kish, urushish, ulardan xafa bo'lib, dil og'riqlariga duch kelishlik, yillar davomida ularga gina saqlab yurishlik, bular hammasi noo'rindir. Chunki avvalo Allohning marhamati, Xudoning izni bilan taqdirning ko'rsatkichlariga ko'ra ushbu sheriklar hayotda paydo bo'lishadi va o'z vazifasini bajarguncha yonimizdadir. Ba'zilari sinovdan yaxshi o'tib olsangiz, davomiy ravishda yoningizda qoladi va soyaviy tomonlari yopilib, yorqin, oydin tomonlari sizga nisbatan
yo'naltiriladi. Shuning uchun aslo ulardan ranjish kerak emas va faqatgina har bir inson o'ziga qarashi, o'zini isloh qilishga o'tishi lozimdir. Agarda hayotingizda, turmushingizda yaqin insoningiz, umr yo'ldoshingiz, sevgan insoningiz bilan mana shunday noqulaychiliklar, yurak siqishlar, bezotagarchiliklar bo'layotgan bo'lsa, shundoqqina unga emas, o'zingizga nazar soling va o'zingizga o'zingiz bo'lib emas, o'zingizga tashqaridan turib baho bering. O'zingizdagi kamchiliklarni tashqaridan turib kuzating, qidiring va toping va ushbu kamchiliklaringiz ustidan albatta ishlang. Barchamizga sinovlardan omadli o'tishimizga tilaklarimni bildirgan holda yana g'oyibona ko'rishguncha deyman.